Lekin agar sindira olsak, biz 10 million so'mga bo'lamiz. Masalan, Sadulla, nima deb o'ylaysiz? Nima qilib bu telefonni sindira olamiz? Давайте bo'lmasa ustiga nayza otib ko'ramiz darsda. Mana bundami? Da. Lo't ekran bilan qo'yamiz. Ataylar, qarang mana. Ekran shot ko'rasizlar? Ekraniga tegib, ekran sinib ketarmidi? Men 10 millionlik jam olaman shuni. Yo'q, bo'lishamiz. Mana obunacham shunaqami? O'rtoqlar, Sadulla yaxshi bo'ladi, kommentga yozinglarmi? O'chib tashlang. Xo'sh, mana do'stlar, biz Honor X9 dek telefonini otadigan narsamizga qo'yib oldik va hammamizda ikkitadan o'qimiz bor. Ну, men yutaman deb o'ylayman buni. Unda men birinchi otaman. Shu, men oxirga o'taman. Ket. Birinchi udar. O, tekkiziz. Telefonni tekkizish kerak. Vallo hozir yadi. Ana endi bo'lmasam maqsad nima? Tayyormisan maqsad? Da. Ot. Oy! Ot normalni. Qoch. O'zim hozir bu 10 million so'm naqd qilaman. Ikkinchisi. Voy. Yo'q, qanaqasiga men tekkiz olmasligi mumkin? Stop, qoch, mana shu yaqin atilib o'taman. O'rtoqlar mana, yaqin gadjet skochani yirtilib qoldi, ko'rasizmi? Ana endi telefonni qaraymiz. Balkim u qora dog' tushib qolgandir. Yo'q. Javob beraman, buni stiklosi bor. Ya, mana qaranglar. Mana chexolni yechamiz. O'zi tekshir stiklosi bormi? Yo'q ekan. Ey, Dajur. Shunday ham cho'loq qilyapti bu telefon. Hamma bo'lmasam chexolni kiydirib tepaga chiqamiz. Chunki biz bundan ham qiyin eksperiment olib qo'yamiz. Ketdik tepaga. Let's go. Va ana endi bo'lmasam do'stlar, navbat bilyardligi. Bilsanglar bolalar, bilyard har bir toshi o'rtacha 400 gramm. Va Mana shu ustiga tushsa-chi? No, okey, cho'loq. Lekin men aytaman. Давайте. o'qsindi. Chiqara. Nima bu oq? Bu chang ekan. Hop. Va, ne normal. Hammalar. Bu qanaqadir oddiyroq, shuning uchun ham urishni juda kuchli uradi. Bilsanglar, urganda qo'ling tegib ketganmi? Da. Qo'lni o'zini sindirib tashishi mumkin. Shuning uchun ham ana endi biz telefonni shu o'targa qo'yamiz. Lekin bola Honor kompaniyasining aytishi bo'yicha bu telefon eng baquvvatli, ishonasizlarmi? Shuning uchun ham biz sindira olmayapmiz. Yo'q, prosta tasavvur qilinglar, ular shu darajada telefon baquvvatligiga ishonadiki, даже menga 10 million berishga tayyor agar sindira olsam. Qani qattiqroq uring unda. Mana. Shunday. Qani. Xo'sh, 10 million ishlab topdik. Billa, bunga cho'loq qilmayapti. Shoshma, qani? Otvordim даже. Mana qara. Nima bor? Baribir singan yo'q. Da ikkinchi etajga boramiz. Давайте. Qani kelgan olgan pastni, rostdan ko'rsa ikkinchi etaj degan. Uchinchi etajmi? Ana endi bo'lmasam do'stlar, bu qo'limdagi Honor X9 D telefonini 3-etajdan pastga tashlaymiz. Oy. Qo'chib aytmana. Hammasi shot, to'g'rimi? Yepingi telefon mana. Mana o'rtalar hamma yo'qshab turibdi va bu ketdi. O, menimcha o'zi sindi. Voy o'rtoqlar, nimalar ketdi tushib? O'rtoqlar. Nima bo'ldi? Hech narsa qilgani yo'q. Qanaqasiga? O'zinglar ko'rdinglarmi? 3-etajdan tushdi. Ammo o'zi bo'ldi, sindi deb o'yladim. Mana qaranglar, yoqib ko'raman mana. Bemalol mana ishlayapti. Bu qanaqa telefon bu? Do'stlar, ko'rib turganinglardek 3-etajdan tanchasam ham telefonga cho'loq qilmadi. Yo'q, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Va ana endi bo'lmasam Sony'ga qanaqasiz? Bemalol 70-80 gradusgacha chidab beraman. Bu telefondan ko'p tura olasizmi? Bemalol telefon-ku. Sen o'zing o'rtalar endi telefon bilan savdolarni birga Sony'ga qo'yamiz. Qani kim ko'proq chidar ekan? Lekin Honor aytishi bo'yicha bu bemalol qanaqa ham chidar ekan. Va to'g'risini alam qotmang bu telefonni sindirmayotganimiz, chunki 10 million so'm olardik. Agar sindiramasak ham obunachilarga bittasin beramiz, ha? Bu uchun o'sha boyga 3 ta shart o'rtalar. Birinchi shart albatta videoga like bosing, ikkinchi shart kommentariyaga Honor deb yozib qoldiringlar. Uchinchi shart esa Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Davayt o'rtalar. Shoshma. Qani bitta ot qo'yib arkasiga qoladi. Ket. Hech yo'qmaganda. No qamaylar, endi bo'lsa Sony'ga ketdik. Qarang. O'rtalar hozircha gradus 50 gradusgacha ko'tarilib ketibdi. Va qaranglar, savdolar bilan birgalikda biz Honor X9 D telefon ham qoldiramiz. Mana o'rtalar ishlayotgan telefon. Va ketdik, endi bu yerda qizdiramiz. Короче, menga omad tilaylar, ish qilib tirik chiqing, undan battar qorayib ketmang. Yutaman deb o'ylaysizmi o'zi? Конечно, yutaman, men o'z shunga kelganman-ku. Yo'q, shoshma, olib siz to'ldiring. O'rtoq, telefonga suv dedi, lekin bizga farqi yo'q. Bu telefon liboniyasiga chidaydi. Juda mustahkam. Voy, muskatsan, operator chiq. Skatdi. O'rtoqlar o'zi ichkari tutab ketdi. Nima bu? O'rtoqlar, nima bu? Va bu shunday o'rtoqlar biz bilib olamiz. Telefon issiqqa ko'proq chidaydimi yoki odam? Menimcha Sadulla ancha issiqqa chidaydi. Telefon yutqizsa ham kerak. No, sizlar nima deysizlar o'rtoqlar? Xuddi paytda komment yozinglar. Odam issiqqa ko'proq chida oladimi yoki Honor'ning bu modelini, ya'ni telefonmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ey, nima bo'pti? Chotki. Chotnamaga qarab chotki dedi. Menga yoqmadi. Shuning uchun ham yanada ko'p savol sepamiz. Mehmonga keldik. Voy, mana. Chidang Sadulla, yutasiz siz, chidang. O'rtoq, shu men ham tillab ketdim. Issiqqa qaranglar. Va kameramiz paralab ketdi. Hammalar ichkarida Sadulla nimaga? Ha? Nima? Tillab ketgan qarang, futbolga qo'lib ketdi. Kulgandek bo'ldim agar. Aslimisiz? Da, lekin bu dars chidolmayman o'zi. Hammalar telefonni ko'ramiz. Qo'y, gradusini qaranglar. 70 gradusga ketdi qarang. Seryoz boshsiz ketdi. Hop, mana. O'rtoqlar, telefon suv bo'lib ketgan. Bu telefonni hozir ko'ramiz, qaranglar. No, telefon kaka 5 ishlayapti. Telefon bilib qo'y, bu dunyo sandan ham mandan ham oldin bo'lgan. Sandan ham mandan ham keyin qoladi.
Yo'q, ekstremal narsa kerak bo'ladi. Da. Biz esa shu bilan videoni tugatamiz. Unda o'rtaroq video qattiq qilgan qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha ciao. Aytgancha keyingi video chet eldan bo'ladi. Qaysi davlatda o'rishlar yozib qoldiringlar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyda Omonxon Kal deb yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz, kim videoni oxirigacha ko'rar ekan.